Assalomu alaykum hammaga. Sketch.uz loyihasi davom etadi. Va bugungi mavzuimiz bizda Staphylococcus epidermidis hamda Staphylococcus saprophyticus bakteriyalari haqida bo'ladi. Xo'p, demak, sketch rasmidan ko'rib turibmiz. Bu yerda ikkita bakteriya tasvirlangan, ikkita bakteriyaning holati, ya'ni xususiyatlari tasvirlangan ekan. Va ularning xususiyatlari unaqa ko'p bo'lmaganligi uchun bitta rasmga sig'dirib yuboribdi. Xo'p, endi birinchi bakteriyalar haqida umumiy ma'lumotlar gaplashib chiqsak, rasmda berilganlarni va keyinchalik alohida to'xtalib o'tamiz. Xo'p, birinchi navbatda Staphylococcus, ya'ni kok sharsimon bakteriyalar bakterioskopik usulda ko'rganimizda klaster hosil qiladi va bu yerda mana pardalar bizda demak gram musbat bakteriyalarni anglatadi. Bular gram musbat bakteriyalar. Hamda umumiy ma'lumotlardan bu yerda mushukni ko'rib turibmiz. Mushuk bizda nimani anglatardi? Albatta katalazani musbatligini anglatadi. Demak, katalaza fermenti bor, vodorod peroksidini parchalay oladi. Kabi xususiyatlar. Hamda bundan tashqari yana bir xususiyati borki, bu koagulatsiya qonni ivitish yoki boshqa qilib aytganda fibrinogenni demak fibringa aylantirish xususiyati ularda yo'q. Aynan shu koagulatsiya manfiy bo'lishi bilan biz ularni Staphylococcus aureusdan ajratib olishimiz mumkin bo'ladi. Va bu yerda yana bitta testda ko'rsatib o'tib ketgan, bu yerda ya'ni gemolizni nazarda tutyapti va bu yerda mana idishdagi qon, qizil qonga o'xshash narsa muhit. Bu demak qonli agar yoki shunaqa narsa qon muhiti va bu yerda 0 ya'ni gemoliz qilmaganligini anglatadi va bundan tashqari qonni tarkibi o'zgarmayapti, ya'ni turli o'zgarishlar, rang o'zgarish kuzatilmayapti, yashil nimalar. Demak, bu gamma gemoliz hisoblanadi. Ya'ni nima desak bo'ladi? Gemoliz bo'lmagan, gemoliz qilish xususiyati yo'q. Xo'p, demak gamma gemoliz bakteriyalar tak umumiy xususiyatlar aytilishlaridan iborat. Xo'p, endi biz koagulatsiya testi orqali aureusni ajratib oldik. Va endi keyingi o'rinda biz ikkivisini alohida ajratib olishimiz kerak. Epidermis hamda saprophyticusni. Bu yerda bizga bitta test keladi, novobiotsin antibiotikga ta'sirchanlikka ko'ra. Novobiotsin bu antibiotik. Demak, bizda novobiotsinga birinchi epidermis haqida gaplashaylik-da. Epidermis bu santexnik akamiz dedik. Bu yerda novobiotsinga epidermidis sezgir bo'ladi. Sensitiv. Ya'ni buni qayerdan bilamiz? Novobiotsinga sezgirlik mana bu kiyimi ochiq turibdi, ochiq tasvirlangan, kindigi ochiq turibdi, ya'ni qorni ochiq turibdi umuman aytganda. Biz novobiotsin testini ko'rganimizda, novobiotsinga sezgir bakteriyalarda shunaqa nuqtadan demak atrofga ajralish kuzatiladi. Xuddi shunaqa holatda bo'ladi. Shu tasvirlangan. Endi bu saprophyticus tasvirlangan rasmga keladigan bo'lsa, bu yerda mana kiyim ko'tarilmagan, ya'ni bu novobiotsinga rezistent hisoblanadi. Shu orqali demak novobiotsin testi deylik sezgir chiqqan bo'lsa, biz huquqni aytishimiz mumkin, bu epidermidis. Rezistent bo'lsa, biz saprophyticus deb aytishimiz mumkin. Xo'p. Bundan tashqari bizda epidermidis hozir uchrash joylarini, rezervuarini ko'raylik. Rezervuar bu yerda aniq ko'rinib turibdiki, akamizning qo'llari kirib turibdi. Ya'ni demak Staphylococcus epidermidis odamda normal teri florasi tarkibiga kiradi. Xususan qo'l terisida ko'proq uchraydi. Endi bizda kasallik qo'zg'atishini ko'rishadigan bo'lsak, birinchi navbatda terida aytdik mikroflora tarkibida bo'ladi. Teridan keyin deylik shilliq qavatlarga tushishi mumkin yoki qon muhitini kontaminatsiya qilishi mumkin. Mana bu yerda mana qon turibdi. Qonga mana bu yerda deylik mana tomchilar tushyapti. Bu aynan qon muhitini zararlanishi, kontaminatsiyasiga sabab bo'lishini anglatadi. Xo'p, endi terida bu deylik immunosupressiyalangan patsientlarda yoki deylik ko'p hollarda chaqaloqlarda, yangi tug'ilgan neonatlarda deylik yoki turli organizmga turli anaqa protezlar qo'yilgan insonlarda birinchi navbatda terida demak kolonizatsiya hosil qiladi va shu orqali bazal to'siqlar, turli baryerlarni yirtilish anaqa shikastlanishiga olib keladi va bu demak butun to'qimalarga tarqalishi mumkin bo'ladi keyinchalik. Va xususan aytib o'tdik protezlar. Protezlar bu yerda mana bu turli turbalar turibdi-ku.
Trubalar bu yerda qo'yilgan, ishlatilyapti. Bunaqa turli protezlar mana hamma yoqda protezga dalolat qiluvchi asboblar turibdi. Demak, epidermidisni eng ko'p holatda yuzaga kelishi bu organizmdagi sun'iy protezlar qo'yilishi. Qanaqa bo'lishi mumkin? Masalan, birinchi navbatda endokarditga sabab bo'ladi nima orqali? Yurakka qo'yilgan sun'iy klapanlar. Sun'iy klapanlarda demak birinchi navbatda qo'yilishida ehtiyotkorlik bo'lmagan, sterilizatsiya yaxshi bo'lmagan yokida qo'yilish davomida aseptik antiseptik qoidalariga qat'iy rioya qilinmaganligi sababli yoki boshqa holatda protezlar qo'yilgan va teri mikroflorasidan zararlanish orqali, ya'ni kolonizatsiya bo'ladimi, immunitet zaiflashgan holatda bo'ladimi, ichkari kirib qolgan. Va kirib qolgan natijasida aynan shu protezlar yuzasida biofilm hosil qiladi. Biofilmni biz mana bu oqmalar turli har bir shu turbalar ustida oqmalar ko'rinib turibdi. Shuni biz biofilm deymiz, ya'ni delik parda. Shu protezlar ustida pardalar hosil qiladi, koloniyalar hosil qilib, shu orqali keyinchalik turli kasallikka keltirib chiqaradi. Demak, yurakka qo'yilgan sun'iy klapanlarga shunaqa bakteriya tushib qoladigan bo'lsa, bu endokardit kasalligini keltirib chiqaradi, ya'ni yurakni yallig'lanishi. Endokardit ichki qavati. Xo'p. Endi bundan tashqari mana bu yerda ikkita narsaga e'tibor beraylik. Mana bu demak ikkita ulangan nima? Naycha. Buni biz kateter deb tasavvur qilsak bo'ladi. Aynan kateter orqali ham bu yuqishi mumkin. Xo'p. Xo'p, endi tak. Bizda endokarditni anglatuvchi marta bitta nima bor ekan? Belgi, mana yurak shaklidagi klapan. Bu demak endokardit bo'lishini anglatadi. Endokarditga sabab bo'lishi. Xo'p, aytaylik shular. Va bu yerda demak kasallik belgilariga keladigan. Bakteriyani demak davolash, ya'ni erta davolash yoki bakteriyaga nisbatan diagnostika xato bo'lishi oqibatida bizda keyinchalik bakteremiya, sepsis yuzaga kelishi mumkin. Chaqaloqlarda esa turli pnevmoniya, tanlangan holatlarda UTI'lar, ya'ni urinary tract infections, meningit bo'lishi mumkin. Lar sabab kelib chiqishi mumkin. Xo'p, belgilariga keladigan bo'lsak, mahalliy belgilar bular og'riq albatta, qattiqlik, shish, issiqlik, ya'ni qizarish, aynan protez qo'yilgan joylardan bunaqa yiringlar oqishi, drenaj bo'lishi. Masalan, chanoq son implanti qo'yilgan protezi, endoprotezi va shu qo'yilgan joydan bizda nimalar oqadi? Turli yiringlar, shunaqa suyuqliklar oqishi mumkin bo'ladi. Hamda tizimli belgilarga keladigan bo'lsak, bu albatta isitma bo'lishi mumkin, leykositoz va albatta gipotenziya bo'lishi mumkin. Endi biz buni aniqlashimiz uchun nima qilamiz? Birinchi navbatda shu tekshiruvchi material olamiz. Qon, sidik, bo'g'imlarda o'sha implant qo'yilgan bo'lsa, unga gumon qilinadigan bo'lsa, suyuqlik olishimiz mumkin. Yoki o'sha operatsiya maydonidan, operatsiya qilingan joydan so'kmani olishimiz mumkin. Uni birlamchi bakterioskopik bakteriologik usullarda o'rganamiz. Bakterioskopikda demak gram musbat ko'k klasterlarni topamiz va uni bakteriologik usulda katalaza birin-ketinlikda katalazaga endi klaster bo'lgandan keyin anaqa katalazaga musbat chiqishi aniq. Gram anaqa koagulatsiya testini o'tkazamiz, negativ chiqadi. Hamda navbatga sezgirligini tekshiramiz, sezgir chiqadi, epidermidis bo'lsa. Va yoki undan keyin PCR testini o'tkazishimiz ham mumkin bo'ladi. Va bu ikkala bakteriyaga xos bitta holat ham bor, ya'ni egzotoksin ishlab chiqarmaydi bular. Aynan sabab bo'lishi bu adgeziya qilish orqali sodir bo'ladi. Bu kasallik keltirib chiqarish. Xo'p, endi davolash nima bo'ladi? Davolash bizda mana oynaning orqasida mashina ko'rib turibmiz. Bu turdagi mashinalarni biz ko'pincha van deb taniymiz. Van. Demak, van tasvirlangan va bu van bizda nimani anglatadi? Qaysi antibiotik? Albatta vankomitsin. Vankomitsinni anglatadi. Birinchi navbatda shu vankomitsin bilan davolashimiz mumkin bo'ladi. Aynan epidermidisga tashxis qo'yilgan bo'lsa. Xo'p, Staphylococcus saprophyticus bizda mana bu yerda ko'rib turganimizdek, mana bu ayol bilan tasvirlangan. Demak,
umumiy ma'lumotlar bunga ham tegishli, ya'ni shu katalaza musbat, koagulaza manfiy, gammaga hammasi shu mansub. Lekin bu biofilm hosil qilmaydi farqli jihatlari. Hamda nobiotsinga, demak nobiotsinga rezistent hisoblanadi. Shuning uchun mana qorni ochiq turmayapti. Demak, bu bakteriyani, Saprophyticusni kasallik keltirib chiqarishdagi asosiy omillari bu demak adgezinlar hisoblanadi. Adgezinlar demak bizda o'sha siydik yo'li epiteliysiga, to'g'ri ura epiteliy hujayralariga yopishishda yordam beradi, lekin bu ham egzotoksin ajratib chiqarmaydi. Va ko'pincha bu kasallikka sabab bo'ladi. Bu ko'rib turganingizdek yosh, faol ayollarda. Va UTI'larni keltirib chiqaradi. Yosh, faol ayollarda demak UTI'larni keltirib chiqaradi. Va bu bo'yicha ikkinchi o'rinda turadi. UTI bo'yicha eng ko'p sababchi bakteriyalarning ikkinchi o'rinda turadi Saprophyticus. Birinchi o'rinda esa Escherichia coli turlari kirar edi. Xo'p, demak bu bakteriya ko'pincha demak epidermidisni aytib o'tdik, kasalxona ichi infeksiyasi bo'lishi mumkin. Kasalxonada orttirilgan bo'lishi mumkin. Lekin Saprophyticus kasalxonada deyarli orttirilmagan bo'ladi. Ya'ni bu ko'pincha jamoatda boshqa odamlardan orttirilgan bo'lishi mumkin. Turli o'sha faollik darajasiga ko'ra har xil yo'llar orqali. Va ko'pincha simptomatik sistit ko'rinishida namoyon bo'ladi. Belgilari ham shunga mos. Ya'ni dizuriya, siydik chiqarishdagi achishish, og'riq bo'lishi mumkin, yoki o'sha siydik chiqarishga haligi sezgirlik ortib qolishi, tez-tez seyish odatda, hamda suprapubik sohasida bir qancha og'riqlar bo'lishi mumkin va ba'zida demak gematuriya bo'lishi mumkin. Aynan deylik bakteriya agar ura epiteliyga invaziya qiladigan bo'lsa, demak bizda gematuriyalar sodir bo'ladi. Ya'ni siydikda qon bo'lishi. Endi mana bizda bu yerda siydik yo'lida, ya'ni UTI'ga sabab bo'lishini ta'sirlovchi bitta omilni ham ko'rsatib qo'ygan. Bu staka mana bizda siydik pufagi vezica urinarini eslatyapti. Ichida yana sariq shu suyuqlik bor. Hamda mana bu ikkita nima bizda ureter, ya'ni siydik yo'llar, buyrakdan keluvchi. Mana bu yerda deylik buyrak bor. Buyrakdan demak ureter orqali siydik pufaga tushadi. Aynan shu jarayonni nazarda tutyapti. Tak, bizda keyin aniqlash bizda yurin analizi bo'ladi, ya'ni siydik tekshiruvi va bunda leykositlar, eritrotsitlar, bakteriya hosil bo'lganini ko'rishimiz mumkin. Bundan tashqari nitratlarga negativ bo'ladi, ya'ni nitrat topilmaydi, nitratlar siylikda va shu orqali biz birlamchi tashxis qo'yishimiz mumkin. Hamda bundan tashqari bakteriologik laboratoriya usullarida, aynan bakterioskopik bakteriologik usullarda ko'rishimiz mumkin. Va xuddi epidermidis kabi testlar o'tkaziladi, katalaza, koagulaza va nobiotsinga demak bu rezistent bo'ladi. Shu orqali tashxis qo'yishimiz mumkin. Bundan tashqari PCR ham yordamga kelishi mumkin. Davolash esa bo'ladi bizda oral antibiotiklar bo'ladi. Hamda simptomatik terapiya. Shu UTI'ni simptomatikasini qoldirish maqsadida. Demak, asosiy ma'lumotlar shular.